Nurg'unlagan paketlar tirildirish doğrusunun ameliyatı mevcutluğunu isbatladı. Bütkül Karp rayonida tirildirish, o'ltirish sekre to'g'risidagi xatirlar bor. Yerlik dinning baxshlari bir xil dori yasayalaydi. Bu dori odamning markaziy nervisini polish qilib, yurak so'qishini, nafasini to'xtatadi, ammo o'ltamaydi. Oqmaysizmi? Sizni uxlab qoldi debdimi? Meningcha, Kelinin degani to'g'ri. Siz shamoldab qopsiz. O'qiyvering. Ma'qul. Qarab baqay, bayatın ne kelgan? Yurak so'qishni, nafasni to'xtatadi, ammo o'ltamaydi degan kelgan. To'g'ri dedingiz. Dorining ta'siri 12 soat saqlandi. Bu oraliqda baxshilar yerlikni ichib, ziyonkashlik uchirg'uchini tirildirdi. Ba'zilar qo'rqib ketib, o'zini o'ldim deb hisoblaydi. O chaqda ularning nervisi yanada palajalatli bo'lib, og'riqni sezmaydi. Eshitma qo'zam, saplaq turibdiman g'o. Shunisi bir yomon tush ko'rdim. Kerak yo'q qo'zam, keling. Sizni karavotingizga olib qo'yay, ha? Nima qilganing? Menga sanchilgan neliq o'qda tirildirish to'g'risi bormikin deymi? Meni sinab boqaymi. Men tekshirib baqdim. Bu kitobga aniq yozilibdi. Sepnes. Bu dori rostga. Oqshom men g'arit ishga yo'liqdim. Asli kiyimlarimga ximilik dori chechay deb o'ylagan. Biroq xayolimga bir yaxshi chora kelib qoldi. Iliq o'qin tepib kelib, sepiktirliq taklif eparay deymi? Sen bu bag'im bulamda Sepnes. Nima qilibdi aramanmaysan? Men qara birodar, men ahmoqona ish qilmadim. O'zim bilma. Bu ish anglamoqqa bema'nidek tuyuldi. Biroq bu amaliyot ilmiy asosi bor. Navoda sen oqshom men ko'rgan narsani ko'rgan bo'lsang, gumonlanmaysang. Sepnes. Biz vahshiy baxshilar bilan tutishib qopdimiz. Ne bo'lding boro? Kim tur Sepnes? Hammasi zaharli yılan. Shundaqmi, ularning adini uzdan beray. Bo'lmaydi Sepnes, bo'lmaydi. Sepnes manqara. Ular balkim dorining ta'sirini yo'q qilishi mumkin. Mening nervamning joyida ishkanligini sen bilsa, menga ishongin. Biz ajoyib g'aroyib baxshilar bilan tutishib qopdimiz. Uning deganlari rost. Sizlar darhol men bilan mehmonxona qaytinglar. Vahshiy baxshi harakatni boshlabdi. Uning deganlari rostkan, ajaba u havoda g'oyib bo'lganmidi? Burun bo'lgan bo'g'aydi. Mening gapim kirgan bo'lsanglar, bunda qish bo'lmaydi. Men shuni his qilyapman. Do'stinglar xatar ishi turadi.
Meningcha uning ketganiga uzun bo'pti. Sizlar San Robson orlig'i basanglar, ondan uni topa olaysizlar. Sizlar izlaydigan odamning ismi Farasuva Makut. Sizlar uning narsasini qaytarib bersanglar, uni do'stinglarni qo'yib berdi. Hozir shu oraliq boraylik. To'xtanglar, sizlarga bir narsa beray. Bu nima? Menga ishoninglar. Makut degan baxshi. Bu narsani elib olsanglar, uning sehri sizlarga o'tmaydi. Bu qatim rastlı işini bo'lmadingmi? ishni bo'lmadim, ozroq charchab qolibman shu. Hisoblash mashinasi, men Bora, ovozimni anglab harakatlan. Ang yuqori qo'tiq silinsin. Qo'tiq silindi. Buyrug'imni angla. 3, 2, 1. Makotning yeniga hech kim boshlab boramaydi. Uni o'zimiz izlaylik. Men avval shuni amr orqali qilib taqay. Ne bo'ldi? Ishni ozroq yarim bo'lotib bo'ldi. Sen hech nimani ko'ramading. Shundaqmi? Sen bilsa, Uqmadim, bugun meni asirtib qo'yding. Sen kimida qol. Shuningdir yaxshi vaqtda. Uqdingmi Bora? yaxshi deb biz degan hamra. Sen o baxshining qishiga yolg'iz borsang bo'lmaydi. Men bu borma. Birining harakat qilib qolgan bo'lsa, saddichi xatar yetadi. Yangi zarmiya nizomning 6-moddasiga asosan qat'iy bo'ysunishi kerak. Qo'ysinay. Kemini cho'nquriga gapirib, xabarimni ko't. Dengizda kallamdan jin chiqib ketdi ilohim.